Assalomu alaykum, hurmatli Durbes eshiklari kuzatuvchilari. Mana navbatdagi buyurtmalarimiz kraskalanish jarayonidan chiqyapti. Xudo xolasa 2 sloy gruntovka, 2 sloy kraska berildi. Xudo xolasa oxirgi sloy lak xatlarini berish jarayonida turibmiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimiz suxoy krashinniy bo'lgan. Zamok oshiq-mashig'larimizni o'rnini tayyor qilib uyib qo'yganmiz. Bu yerda 12 ta eshigimiz bor, obyektimizniki. Ko'rishingiz mumkin. Bu yer kesaklari, obnalichkalari shunaqangi chiroyli bejirilgan bo'ladi. Bu yerda yana shponli variantdagi eshigimiz ham bor. Bu ham kraskalari oq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Yasin shpon bo'ladi. Teksturalar yaxlit ijraydi. Bu klassik eshigimiz tilla xatoli. Bu gruntovka jarayonida turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana yasin shponda tillali, fakturali, 3D gulli eshigimiz bor. Uni ham ko'rishingiz mumkin. Bo'yilish, kesaklanish jarayonidagi tayyor bilan Xudo xolasa bu yerdagi obkladkalarni qo'yib, TVS naqsh gullari, pastda ham naqsh gullari bo'ladi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 88 231 48 raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Siz ham ishingizni chiroyli qilib beramiz. Salomat bo'lasiz.